Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bizdan ko'pchilik qaysi parranda turini boqishni tavsiya qilasiz, qaysi biridan yaxshi daromad ko'rish mumkin degan savollar bilan murojaat qilishayotganda, agar joylari kichikroq holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bugun xudo xolisa videoga bedana biznesini abzor qilganimiz bugungi videomizda shuni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni mana bu yerga jo'jalarni qanday qilib ko'rinishda parvarish qiladi, bularni chiqarib qo'yaman qisqachagina va videoni oxirigacha ko'ring. Bedana biznesini misol uchun 1000 tadan qancha daromad ko'rish mumkin, shularni chiroyli tarzda yoritib berganmiz. Ya'ni misol uchun joyingiz kichikroq holatda bo'lsa, etaj qilib turib bedana boqib ham siz daromad ko'rishingiz mumkin. Ya'ni uyingizda yosh bola bo'ladigan bo'lsa yoki ayol kishiga bo'lsa ham shu biznesni qilib beradigan bo'lsangiz, uyda ma'lum bir ro'zg'orda bir burchagini ko'tarib turadi. Marhamat, videoni ko'rishingiz mumkin. Videomiz yoqsa bir dona like bosib, kanalda yangilar albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizda reklama xizmatimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, marhamat, videoni ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Ko'p sonli obunachilarimizning talablariga binoan mana bedana boqiladigan joyga keldik. Xudo xolisa bugun chiroyli qilib shularning ma'lumotlarini beramiz. Sotiladigan tuxumlari bor, jo'jalari bor, tayyor yetilgan holatgacha bo'lganlarni ham egalab olib berishadi. Xudo xolisa video davomida bularni chiroyli qilib ma'lumotlarini egalari bilan gaplashib sizlarga yetkazamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Eng asosiysi bular naqd pulga, kreditning, ya'ni pul o'tkazmalariga va imtiyozli kredit asosida ham egalari bularni sizlarga yetkazib berishlari mumkin. Xudo xolisa hozir endi egalari bilan gaplashib, to'liq ma'lumotlarni parvarish qilish uslubi hammasini boshidan oxirigacha sizlarga yetkazib beramiz. Video yoqsa bittadan like bosib, kanalda yangilar albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Birinchi navbatda bu yerda jami soni 3200 dona bedana boqilyapti va tuxumlashlari egalardan mana so'radik 85 va 90% atrofida o'sha tuxumda bo'lar. Endi 3 oylik atrofidagi bedanalar, xo'p bularda endi asosan qana usullarda boqishyapti, kuniga qancha tuxum olinyapti, shularni hozir egalaridan xohladi chiroyli qilib ma'lumotlarini olamiz. Xo'p, bular birinchi navbatdagi necha kunda tuxumga kiradi? Bular 36-40 kunda nishona berish boshlaydi, 60 kunda to'liq foizga kirib oladi. Keyin ozuqalari nimalardan iborat ekan mana? Hammasi hozir 15 xil narsa bor o'shada, makka, bug'doy, soya, semishirot, ribnin buka, suyak, uzuk. Yemlari ham o'zimizda bor edi. Yemlari ham sotiladi, xudo xolisa. Keyin suvlari oddiy suvimizmi? Suv oddiy suv, vitamin ham beramiz. Suvga qo'shiladi. Vitamin suv qo'shiladi. Suv vitol beramiz. Elitib berasizlar ham bo'lsa-da? Yo'q, o'zi ilidi o'zi. Sistema qilingan. Xo'p, kuniga qancha tuxum olyapsiz aka bulardan? 2800-2850 ta atrofida tuxumlar olinyapti. Hozir mana soatimizni ko'radigan bo'lsak, o'sha 16:17 daqiqa o'tyapti. Ertalab tuxumlarni yig'ib olishgan ekan. Asosan bular nechagacha tuxumlaydi? Yo'q, asosiy ko'p procentda ertalab vaqti soat 10largacha, ertalab 10largacha bo'lgan holatda tuxumlarni yig'ib olishgan. Bu yerda endi qolgan holatlari kuniga 2800 ta atrofida tuxum yig'ib olishar ekan. Dastlabki xizmatlari ham kelishilgan holatda mavjud. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Egalarining nomerlarini videoga chiqarib qo'yamiz. Keyin kasalliklar hammaga mana qiziq bo'lgan tomoni kasallikka chidamli. Bitta bedanamiz 30 grammdan 35 grammgacha yemaydi aka. Bir kunlik ratsioni 30-35 gram atrofida. Hozir bular 30 grammni yeyapti. 30 gram. Tuxumdagilar 30 gram yeydi. 30 gramm, 35 gramm. Endi yemda foizi bor masalan. Tuxumlarni qanchadan sotyapsiz? 370 so'mdan 400 so'mgacha. Tuxumlar 370 so'm va 400 so'm, u masofaga qarab. Shunaqami? Masofaga qarab 370 so'm bilan 400 so'mda atrofida tuxumlari sotilyapti. Keyin jo'jalari necha kunlikdan zakaz qabul qilamiz? Jo'jalar 1 kunlikdan 30 kunligacha. 1 kunlikdan 30 kunligacha. Ularda ham narxi qiziq. Narxi qanaqa bo'ladi? 1 kunligi 1,5 ming. 1 kunligi 1,5 ming so'm. 1 oyligi 12 ming so'm aka. Tuxumlashga o'sha tayyor. Boradi, borgandan keyin 10 kundan keyin tuxum. O'zi ko'pchilik haligi tayyor tuxumdagini emas, tuxumga yaqinda olsa agar hali borib joylashganda ham stress holatda bo'ladi. Tuxumlayotgan ham tuxumdan qoladi deyshadi. O'sha 30 kunligi olish tavsiya qilardik o'zdan. Chunki borib moslashguncha sekin vaqtim o'tadi. 1 kunlik qilib beramiz agar 30 kunlik bo'lsa 30 kunlik. Hozir aytayotganingiz naqd pulga. Перечислениyaga qana o'zgaradi yoki masalan imtiyozli kreditga? Imtiyozli kreditga bo'lsa
Bir oyliklar 14 ming. Bir oyliklar 14 ming. Bir kunliklar 2 ming so'm. Bir kunliklar 2 ming so'm. Xudo dastavkalar bo'ladi, xudo. Vodiy bo'lib dastavkamiz besplatniy. Vodiy bo'yicha mana bemalol aloqaga chiqarasizlar. Minimum qancha olishlari kerak? Besplatniy yetkazib berish uchun kamida? Kami 1000 ta. Kami 1000 ta agar xarid qiladigan bo'lsalaringiz, vodiy bo'yicha yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda xudo xolasa yetkazib berishadi. Bular akamizdan mana tavsiyalarni oldik va sekin o'zimiz tushuntirib boramiz. Ya'ni 1000 tasini misol uchun parvarish qilib turib qancha daromad ko'rish mumkin shular haqida degan savolni hozir hisoblab turib sizlarga aytib o'tamiz. Ya'ni o'rta hisobda agar siz 1000 ta makon oladigan bo'lsangiz, 1000 ta makoni bir kunda o'rta hisobda 30 kilogramm don yeydi ekan. Va shu 30 kilogramm doni kilosi 4,5 ming so'mdan. Ya'ni bu degani 135 ming so'mlik bir kunda don yeyapti. Endi buni tuxumlarida hisoblaydigan bo'lsak, 85% o'rta hisobda tuxum berar ekan. Ya'ni 85-90% atrofida. Va 85% tuxumdagisini, ya'ni 850 ta tuxumda biz 400 so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin, 340 ming so'm pul bo'lyapti. Endi bundan o'sha 135 ming so'm rasxotimizni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bir kunda 1000 ta jo'jadan 200 ming so'm demak daromad ko'rishimiz mumkin. Demak, bitta ayol kishi yoki bo'lmasam yosh bola ham uyda sharoitni yaratib beradigan bo'lsalaringiz, bemalol shundan foydalanishi mumkin ekan. Bu yerda 3200 ta. Aka, bo'la o'lchami qancha? Joyizda? Bu 50 kvadrat. 50 kvadrat. Ya'ni yarim sotik joyda bemalol mana hozir 3200 ta jo'jani boqishyapti. Ya'ni ko'pchilikka joyi ham qiziq bo'ladi. Ya'ni joy masalasi ham jona katta joyda egallamaydi. Ya'ni etajerka qilib turib, mana chiroyli qilib, qavat-qavat qilib turib boqsalaringiz bo'laveradi. Axlatlari ham mana orasiga tushadi. Orasidan tozalab yana qaytadan fanerlarni, kartonlarni qo'yib qo'yarasiz. Ya'ni kimga agar shu biznes qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar, egalariga chiroyli qilib narxlarni kelishtirib berishadi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan like-ni bosib, kanalda yangilar albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Va bizda Telegram gruppalar ham tashkil etilgan. Telegram gruppamizni ekranga chiqarib qo'yamiz. Daromad TV 11 deb qidirsalaringiz, parranda savdosi nomi ostida bizning guruhga kelib chiqadi. Bemalol qo'shilib, o'zingiz sotiladigan parrandalaringizni ham reklama qilishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.